Chegara otradining tarixi 1967-yildan boshlanadi. Sovet ittifoqi davrida tuzilgan boshqarma harbiylari Sovet Xitoy chegarasini himoya qilishgan. Bu yer eng xavfli tomon bo'lib hisoblanadi. Qurol-yarog' texnika holati nochor bo'lgani bilan harbiylarning kuchi yaxshi bo'lib, chegaradagi tartib temirday mustahkam bo'lgan. Өтіп атқан оқу талаларындағы шарттар болсын, бардығы ошол мезгилдегиден өзгөчө. Колунда келген азыркы өтүүчү посттордогу автомобиль өтүүчү, жөө өтүүчү, пеш өтүүчү жерлердеги колдонуучу куралдардын дагы азыркы заманбап техникалардын келиши менен ошол учурдан азыркы мезгил армияланат. Chegara xizmatiga qarashli O'sh chegara otradi harbiy tayyorgarligi eng yaxshi askarlarini tayyorlab, elni himoya qilishga katta hissa qo'shgan. Aniqroq aytganda 1999-2000-yillardagi Batken 2010-yildagi iyun voqealarida davlat butunligini saqlab qolish bo'yicha harbiy topshiriqlarni qahramonlik bilan bajarishgan. Бүгүнкү күндө O'sh chegara boshqarmalыгынын өзү курамында абал туруктуу. O'sh чегарасы, значит, Кытай Республикасы менен, Тажик Республикасы менен жана Өзбек Республикасы менен мамлекет чегараны кайтарат. Курал-жарактар бүгүнкү күндө өзү курамга бары жетишкен, штабтын негизинде автотехникалар, курал-жарактар бары жетиштүү. O'sh chegara otradining askarlari o'z vaqtida Pomir va Tyon-Shan tog'lari orasidagi Oloy hududini ham qo'riqlashgan. Shu kungacha og'ir iqlim sharoitlarida uzoq chegara zastavalarida xizmat qilganlar ko'p. Ularning orasida Mirlan Nurimbetov 7 yildan beri chegara harbiy guruhini tayyorlab, o'zining faolligini ko'rsatmoqda. Bugun chegarachilarni nishonga otish musobaqasida o'qni nishonga aniq tegizib, tengdoshlari orasida eng yaxshi ekanligini ko'rsatdi. Хурч маселе болуп калган учурда биз биринчилерден болуп барабыз. Biz daima daярдыкта турушубуз керек. Мекен коргоо деген бул мен ойлойм, ата энең, бир тууганың, кыргыз эли, жериң, bala chaqang deb o'ylayman. Yaqingi 10 yil oralig'ida o'lkadagi chegara xizmatining moddiy texnik bazasi yangilandi. Shu bilan birga harbiylarga kiyim-kechak, qurol-yarog', oziq-ovqat ham rivojlangan davlatlardagi sharoitlarga teng kelib qoldi. Shu vaqt oralig'ida ko'ngilli turda xizmatga kelganlarning soni 20% ga ortdi. O'lkaning janubidagi uzoq qaramiq Erkeshtam chegara zastavalari ochilib, xavfsizlikni ta'minlashga sharoit tuzilmoqda.